Bundan bir necha yil muqaddam bolalik chog'larimizda hurmatli adibimiz To'ra Sulaymon bilan muloqotda bo'lib qolganman. Shunda umr o'tmoqdadir degan bir g'azalni menga tutdilar. Uni o'qib sal balog'at yoshiga yetib aqli hushimiz butunlashganda aytaman degan umidda uzoq vaqt saqladim. Bilmadim, shu davrda birovlar aytdimi, aytmadimi bilmadim. Lekin bu g'azal shu ma'nosi shuki, umr bir lahza ham to'xtab turmaydi. Umrning har lahzasi, har soniyasi qimmat. Uni qadriga yetmoq kerak. Umrini to'g'ri sarflagan kishi hayotida ancha iz qoldirgan bo'ladi. Iz qolgandan keyin inson nomi ham qoladi. Ana shuning uchun adibimiz juda ham chiroyli aytadilarki, qoldirib qoldirmay iz jahonda umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Ehtimol qisman kishilardan iz ham qolmagandir. Lekin qisman kishilarimizda katta ma'niy dunyo, ajoyib odamlarning hayotiga loyiq, ularga kerakli bo'ladigan ishlar qolgan. Ana shuning uchun umr to'xtamaydi, o'tib ketaveradi. Umrning har lahzasini qadriga yetmoqlik har bir kishini o'ziga bog'liq.